Assalomu alaykum quyosh qo'zlari. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Tuzukmisizlar? Mana xudo xolisi bugun yana bitta go'zal, o'ta go'zal bir taramiz. Venskiy Goluboy degan zotimiz bor. Xudo xolisi zo'ri keldi mana. Bular nemis qon, Germaniyadan kelgan. Bularning kelib chiqishi bir 19-asrning oxirlarida Avstraliyada ixtiro qilingan. Bularda maqsad nima deyilganda, bular asosan go'sht yo'nalishi, teri yo'nalishida qilinganda. Buni quyonni misol ko'rishingiz mumkin. Ko'rsating operator bilan yaxshiroq. Mana bular mana shunaqa sveti, Goluboy, qulog'i kalta, boshlari dumaloq holda bo'ladi. Baqvatkina bo'ladi mana. Baqi mana bu urg'ochisi, mana bu erkagi mana. Okey, ko'ryapsizmi? Zo'r. Xudo xolos. Sifatda mana qadrlaydiganlarga-da bu. Buni ham bilgan biladi. Bu hozirgi paytda O'zbekiston hududida juda ham yaxshisi juda ham kamayib ketgan. Yo'q desak ham bo'ladi. Bir 100dan 95% yo'q. 5 bo'lsa 5% qolgan. Mana shunaqa xudo xolisa, mana shu ko'paytirish maqsadida olib kelganmiz. Inshaalloh qilamiz mana shu narsalarni ham. Shunaqa zotlar va shunga o'xshagan zotli quyonlar qiziq bo'lsa sizlarga mana shu profilimizga obuna bo'lib qo'yinglar, kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar, podpiskani bosib qo'yinglar. Bundan yaxshi qiziq videolar chiqaveradi bu yoqqa. Telegram silkamizni ham profilga qo'yib qo'yganmiz. O'tib olsanglar o'sha yoqqa ham. O'sha yerda ham har xil zotli bo'lgan quyonlar tushib turadi. Ko'rib xabardor bo'lib, qiziqqanlar bo'lsa o'sha yerdan olib savdo qilsanglar ham bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.